Mine bir küp yazarlar. Kaya senin hatanın niye çıkarmışsın deyip. Sana da yazarlar mı? Neyi? Nasıl deyip yazarlar? Bir nerse buldum elle. Son bu arada siz bütünden göreyim. Sizden. Beni sen sor. Yok birisini etkende Instagram'ga korata. Kızıksını bitti değil misin indi? Birebir koyası kelmeyi, birebir ko'rsatasi kelmeyi. Vakit da yok, vakit talep etasi kelmeyi. Bari Instagram vakitni kovalayım. Vakitni kovala. Bir kirib ketsem. Mana shuna ko'ra benim de rezidan meni biksuga gailega iktibarni ezberasın, balalarga ezberasın, şol Instagramda oynap deyip. Mana shuna ko'ra Ana o'zingda qilmaysan, men kirib bir ko'rarga nasıl? Balotni qilsatsa kelmaydi. Shunday rahat, shunday vaqtda. motorum artist xotini bulup dersine telefik avurma. Kishiga aytsang bir og'ir deb. O'zingda o'z istingda tuymaga shularni baribir anglamayishak. Aytilar nimada на своей шкуре только человек все знает. Shuning kibik men og'ir desam kimdir ey narsasi og'ir endi deb aytirgan mumkin. Shunga ko'ra Eng og'ir vaqti shol men gastrolga ketuvdir endi. bor endi butun tirilyogi bor og'ir bo'luvni. Aytib bo'lmaydi shu momentdagina og'ir deb. Anlaşıldı. Sen aka yazganlar var mısın? Giyine bilmişsin, bizelmişsin deyip. Ko'rinmagan yozib şey yo'q endi. Endi har ishga birer narsa qo'ya boshlasam balki bo'lar shunday. Kiyina bilmaysan deb hozir endi onday bir yo'q bitdi. Shulay kishi kiyinirga tegish degan nechuk o'ng'ayli kishiga, nechuk joyli. O'zine narsa o'xshash shulay kiyina men butunlay kishining kiyimin qarab sizlarga yaratmayman. Kishi o'zine nechuk rahat shulay kiyinaydi. Ona bitini bu motor ayverni kiyib aytib bo'lmaydi. Bu motor bo'larga mumkin. Maysiz bo'larga mumkin. Yok sen bitinde küp yazarlar ya, bina da yazarlar ya. Xotinin kiyine bilmeyi, bize ne bilmeyi falan fesmetten deyip. Bizim bu arada andi сообщениялар kelgan yo'q. Men ana shu o'ng'ayli shulay yashayman. Bittini istabek so'zini tanlab yashay boshlasam Motorum tam bir zor sırav. Bana kübesi bir küp tamaşaçı şu sıravını bire. Niye sen rezidanı sahneye çıkarmıyorsun? Как будто men seni iyice yapıp koyganım da, bitlep koyganım da hem konuna yazak koyganım. Yeter şu sırav. birisini aytganda tilagim yo'q. Men sahna tortmayman, bilmayman nechikdir. Ник shulay bo'ldi bilmayman. Anglab topolmayman. Shunga javob bilmayman. Nechik deb aytirgan. No, benim bir xiyal var. Kozan'da rezidamның сольник konsertini yasarga. Mana şu xiyalni nechikina bo'lsa da turmushga oshirga. Hali xiyal bo'lib qolmasin, deymi? Değil mi? Yemin Artık muhabbetim artıp gitse. Yok men uyda jirdim, so'z yo'q mening jirsiz kunim o'tmay. Ne emin sahne de gastrol turmushi. belki benim gastrol arkasında senin ko'nglingda shunqadam razрешение bo'lgan. Yo'q, u разочарование da to'g'ri. Chektir meni. Bolalar belki tortadir. Ya'ni bu mening uchun muhimroq san'at ishini qaraganda. Ikki birni birga olib boruv chektir og'irroq bo'ladi. Chunki san'at ishi bir ko'p energiyani, bir ko'p vaqtni talab etadi. Motorum sen aytganlari bormi? Bu joylar bilan chiqtirasan deydi. Ko'p yozalar edi. Nasıl yazarlar? Nechik turgan mumkin, shunday kishi bilan. Nendek kishi bilan? Bilmiyorum, kishi seni nechik ko'ra shulaydir endi. U kishining turli kачестволарын ko'rib kishidan tura. Ko'ra biluvdan tura. Kim
kimdir gül naşarlık görürge öğrengen kişiden, kimdir gül yapşılık göre. Kişinin yüzünden de tura.